Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 8 yanvar kuni Twitterda uchur yo'llab, Uyg'urlarning taqdiriga ko'ngil bo'lishga Amerika rahbarlik qilmagan dunyoda hech kimning rahbarlik qilmaydiganligini bildirgan. Mike Pompeo uchurda buningga agar biz rahbarlik qilmasak, boshqa hech kim rahbarlik qilmaydi. Xitoydagi Uyg'ur musulmonlarining taqdiri Amerika so'zlashga boshlamaguncha xalqaroning kun tartibida yo'q edi degan. Mike Pompeo Amerika tashqi ishlar ministri vazifasini o'tagan 2 yil jarayonida Uyg'ur masalasiga eng aktiv ko'ngil bo'lgan Amerika hukumat amaldorlarining biri bo'lgan. U yaqinda Tashqi ishlar ministerligi amaldorlariga Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik elib borgan bo'lmaganligini baholash to'g'risida yo'l yo'riq bergan. Mike Pompeo Twitter'dagi uchurda bugun kishilik huquq dafsandichiligining asrlik deg'i Xitoyning g'arbida yuz berayotganligi, Xitoy Kompartiyasining kishilik huquq vahshiyligini javobgarlikka tortishning yer shari safarbarlik harakatiga rahbarlik qilganligi, Kompartiya amaldorlariga embargo yurgizib, ta'minot zanjiridagi xavf to'g'risida maslahat berganligi va majburiy emgak bilan yasalgan buyumlarni cheklaganligini aytgan. U yana Xitoy doiralarini Xitoyda nohaq qamalgan tutqunlarni qo'yib berishga davomli chaqirdiganligini bildirgan. Mike Pompeo'ning ta'kidlashicha, u Xitoyni bu yil yana Amerika Tashqi ishlar ministerligining diniy erkinligi alohida andish qo'zg'aydigan davlatlar tizimligiga kirgizgan. Pompeo mundaq deydi: Fakt shuki, dunyo nupusining 80% diniy cheklama ichida yashaydi. Men bu yil Xitoy, Eron, shuningdek Nigeriyani o'z ichiga olgan 9 davlatni alohida andish qo'zg'aydigan davlatlar deb bekitdim.